Quyonchalarimiz bugun mana chiqdi ko'chaga. Va nihoyat yorug' olamga tanishyaptilar ko'cha bilan sekin. Shirin toylarimiz. Judona yaxshi enasiga zo'r qilibdi kostyumasin. Ayasiga ko'proq berishga harakat qilyapman, chunki bolasiga kaloriyalik sut beradi. Qarindoshimiz salat purish Qo'qonda salat sotishadi. Borib so'zi ko'chalardan olib keldik, ikkovchi olib quyonlarimizga aralashtirib qo'yib o'tmang, qayting. Yotib olib, yotib turaman. Beda yeyaptilar. Ko'k beda yeyish mumkin emas-ku sizga. Qoningizni shiraveradi-yu. Siz hozir ko'k beda yemang, shirin toy. Ayasi, dadasi. Yo'ldagimizmi baqir-chaqir. Baqiraq sizmidingiz? Baqiraq sizmidingiz? Kichkina quyonlarga ho'lbeda shunaqa narsalar yeyishi tavsiya qilinmaydi. Chunki oldin ham quyon boqqanman-da men. Podvalda boqqanimda juda ko'payib ketgan, iloji yo'q. Sotib qo'ygan tanishlar tarqatib ko'rganman. Ko'k beda yesa qonni shishib ketadi. Chunki ulardan organizmi bunaqa ko'k beda yeyishga tayyor ham bo'lmaydi. Imkon qadar shu yetilguncha ko'k bedani bermagan yaxshiroq. Quruq taomlar bilan taomlantirgan yaxshiroq. Ular hali endi 10 kunligim bo'ldi. Quruq ovqat hali berganim yo'q. Endi ovqatga kirib olsa, bir kunga ketib qolar ekan, o'zi bedaga yopishyapti-yu. Keyin xudo xolasa o'sha o'zining ko'rimlarini olib kelib beramiz bolalariga. Bu erkak quyonimiz zo'r quyon, yani ishlaydigan zo'r quyon ekan. Nima qilyapsiz? Bolalarni olib o'tasiz. Mumkin emasda kichkinadan qochib qo'yishingiz mumkin. Bemehr bo'lishingiz mumkin, bilib bo'lmaydi. Uchala quyonchamiz ham uylariga kirib joylashib oldi. Mana bittamiz esi yo'q shekilliga tiqvolyapti bu. Kiring uyingizga. Uyingizga kiring. Ikkitasi joylashib olibdi. Bir kunda chiqardilar. Qarashin. Hop, qora qo'yancha. Hop.
kechagi baqira bilmadingiz kim edi? Yuzga qo'yamiz. Quyonlarimiz asosiy video qildik. Yana quyonimiz tug'ishi bilan ikki erkak quyonga qaytib qo'shganman. Bittasi kuniyoq. Keyin yana bir kun yana qo'ysam yana qirrillab yaqinlashtirgisi kelmadi. U yana homilador, xudo xolasa. Yo yangi yil kunlariga yoki yangi oyda 2026 boshlariga yana ko'payish nimamiz bor, ehtimolimiz. Xudo xolasa. Qadrli do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatib boring, like va podpiska bosing. Doimo biz bilan birga bo'ling. Xudo xolasa yangiliklar qilishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.